Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bizni tomosha qilib turgan va bizni o'zimizni ashaddiy muxlislarimiz sizlar o'zimizda bor hozirgi kunda Samsung modellarimizni qisqacha videoobzorni qilib beramiz. Har bir telefonda alohida rasm, video, to'liq ma'lumotni Telegram kanalimiz orqali olsanglar bo'ladi. Yana bir narsani aytib o'tib ketaman do'stlar. Zakaz qilmoqchi bo'lganlar, ili do'konga kelib olmoqchi bo'lganlar, albatta buni inobatga olib qo'yinglar. O'zimizning Telegram kanalimiz bor, uni video kommentariyasiga joylashtirib o'tamiz. Agar Telegram kanalimizga a'zo bo'lgan bo'lsanglar, biza YouTube kanalimizga a'zo bo'lgan bo'lsanglar, sizlar uchun $5 skidkasi bor. Har bir aytilayotgan telefondan asli oxirgi sotilish narxini qo'yib beramiz. Telegram kanalimizga qo'shilib qo'yinglar, sizlar uchun $5 manfaatli bo'lib qoladi bo'lsa. Va videomizni telefon olmoqchi bo'lgan do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor, bemalol zakaz qilsanglar bo'laveradi. Borgandan keyin to'lov qilsanglar ham bo'laveradi. Faqat zaklat hisobiga 200 ming, 300 ming so'm tashlab berasizlar, qolgan to'lov borgan paytda qilib berasizlar. Xo'p, bo'lmasam kim qayerdan tomosha qilyapti, har doim aytadigan savollarimiz video kommentariyasiga yozib qo'yinglar. O'tgan safargilarni ham o'qib, xudo xolasa xursand bo'lib qoldik. Bo'lmasam videomizni boshladik do'stlar. Xo'p, boshladik bo'lmasam do'stlar, sizlar uchun ham, biz uchun ham manfaatli bo'lsin, xudo xolasa. Xo'p, arzonchi hozirgi kunda yaxshi xizmat qiladigan modellarimizdan hisoblanib turgan. Xo'p, Samsung Galaxy A15 modelimiz do'stlar 5 korobka variantda do'kon tomonidan garantiya beriladi albatta. 6 ga yoki 4 ga 180 variantda ayni soni xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor, bemalol zakaz beraverasizlar. Telefonimiz narxini 1.250 ming so'mga qilib beramiz. Aytib o'tganimizdek, kanalimiz a'zolari uchun $5 skidkasi har bir telefonimizga bor do'stlar. Endi keyingi modelimiz A15 bu ham. Xo'p, holatlari rabnoy holati, buni korobka hujjatlari bor. Ayb nuqsoniga garantiya beramiz. 6 operatorga adashmasam 6 ga 180 variantda telefonimizni narxiga keladigan bo'lsak, 1.450 ming so'mga sizlar uchun qilib beramiz. Xo'p, Samsung Galaxy M16 modelimiz do'stlar 1.750 ming so'mga qilib beramiz. Yangi рабочий holatda, sababi ozgina ishlangan holatda. Buni A16 lar har doim aytamiz. Ustun tomoni 5G podeshka qiladi. Bu M16 5G'si. Endi xuddi shuni A16 5G'larimiz do'stlar 1.650 ming so'mdan 180 variantini qilib beramiz. Korobka hujjatlari bor. Hammasini korobkasi yo'g'ini yo'q deb aytib ketamiz. Qolganlariniki bor bularniki. Endi xuddi shuni 256 variantda A16 telefonimiz ham bor, korobka hujjatlari bor. 8256 variantda imeyka ro'yxatlardan o'tgan to'liq rabnoy holatda garantiyalar bilan qilib beramiz telefonimizni. Narxiga keladigan bo'lsak 1.950 ming so'mga. Xuddi shuni endi yangidek holatdagisi bor. Holatiga qarab telefonlar bu hosil beriladi, aytiladi, olinadi. Shunga e'tibor berasizlar. Endi A+ variantida desak bo'laveradi. Yangidek holatda, yangini o'rniga yangidek holatdagi tavsiya qilaveradigan holatda narxini 2.100 ming so'mga qilib beramiz. Hozirgi kundagi xo'p, A-partiyani yaxshi budjetli narxdagi, yaxshi dizaynga ega telefonlardan hisoblanib turgan Samsung Galaxy A17 miz do'stlar. 8256 variantdagisi bu. Xo'p, korobka hujjatlari bor. Bu ham yangidek holatda. Yangisi adashmasam 210 yoki $220 atrofida sotilyapti hozirgi kunda. Yangi rabochesini sizlar uchun 2.200 ming so'mga qilib beramiz. A54 5G modelimiz kelgan do'stlar. Holatlari rabnoy holatda 5 imeyka variantda bu. Narxini 1.600 ming so'mga qilib beramiz. 6 ga yoki 8 ga 180 variantda. A34 5G'miz ham bor do'stlar. 1.950 ming so'mga qilib beramiz. 5G podeshka qiladigan, qatmeni, netmeni dizayn tomonlama yaxshi, suvdan chaynak himoya bilan chiqqan bular. Xo'p, yaxshi telefon xizmatlarini xudo xolasa qiladi. Yevro variant, ikkita sim kartali, korobka hujjatlari bor, 1.950 ming so'mga. Xo'p do'stlar, $380 atrofida sotilgan A55 5G, kerak bo'lsa A56 dan ham internetlarda solishtirib ko'rilganda A56 dan kerak bo'lsa yaxshi telefon hisoblanadi do'stlar. Suvdan chaynak himoyasi bilan chiqqan 8256 variantda telefon to'liq rabnoy holatda. Narxini do'stlar $230 ga qilib beramiz. Agar Telegram kanalimizga a'zo bo'lgan bo'lsanglar, $225 hisobiga sizlarga tushadi. Xo'p, $280 ga do'stlar A56 5G modelimiz. Bu ham yangidek holatda, holatlar o'ta ideal holatda, o'zimizdan ochgan edi, yangi ochgan telefonimizni. Narxini $280 ga qilib beramiz. Bunaqangi chiroyli svetda. Xo'p, espartlarimizni o'tamiz bo'lsa do'stlar. S10 Plus modelimiz. Xo'p, koreyskiy bitta sim kartali, ikkitali qilsa ham bo'ladi buni. Holatlari A+ variantda desak bo'laveradi. Ayb nuqson xudo xolasa yo'q. Narxini qilib beramiz. 1.950 ming so'mga qilib beramiz buni. S10 5G modelimiz. Bu ham rabnoy holatda, to'liq rabnoy holatda. Ayb deydigan joy yo'q. Ozginagina bitta kichkinagina tochkasi bor mana. Videoda ko'rinyaptimi yo'q bilmadim. Ozgina tochkasi bor. Shuni hisobiga telefonimiz narxini attiga 1.700 ming so'mga qilib beramiz do'stlar.
Endi xuddi shuni idealniy holatdagisi bor. A+ variant desak bo'laveradigan holatdagisini 2.200.000 so'mga qilib beramiz buni. Note 10 Plus ham holatiga qarab do'stlar, ikki xil variantda, ikki xil narxda 12 operatorga 256 lik xotiraga ega telefonimiz narxini qilib beramiz do'stlar. Xo'p, 2 million so'mga qilib beramiz buni. Note 10 Plus hozirgi kunda kelaversa $200, 200 dan baland sotilayotgan telefon. Xo'p, endi holatlar o'ta ham idealniy holatda, bunaqangi chiroyli svetdagisi bor bo'lsa, 12 operatorga 256 lik xotiraga ega. Ikkita sim kartali qalangan bu Note 10 Plus koreyskiy ikkita sim karta tushadi. Narxini qilib beramiz do'stlar, buni 2.300.000 so'mga qilib beramiz. Holatlar A+ variant desak bo'laveradi. S20 Samsung telefonlarining eng ixcham, eng kuchli smartfonlardan hisoblanib turgan 12 operatorga 128 lik xotiraga ega to'liq radnoy holatda 2.100.000 so'mga Samsung Galaxy S20 ni o'zi. Endi pluslari bor, plusni yevro varianti bor, ikkita sim karta ofisialni tushadi. 8 ga 128 variantda aybni soni yo'q, garantiyalar bilan qilib beramiz. Do'kon tomonidan narxini $215 ga qilib beramiz. S20 plusi ikkita sim kartali S partiyani ishlatganlar bilan ishlatmaganlar tavsiya qilamiz. Sababi anchalar kuchli xarakterga ega telefon hisoblanadi. Endi 12 operatorga 256 lik xotiraga ega, holatlari zo'r holatda koreyskiy variantda S20 plusimiz. Buni narxini $225 ga qilib beramiz. Xo'p, S21larimiz do'stlar to'liq radnoy holatda, aybni soni yo'q, ozmoz g'ilohlari izi bor. Shuni hisobiga do'stlar e'tibor berasizlar. Narxi 2.150.000 so'mdan Samsung Galaxy S21 5G'larimiz do'stlar. Endi xuddi shuni yevro, ya'ni ikkita sim kartaligi bor. Ikkita sim kartali 8256 variantdagi esa korobka hujjatlari ham bor. 256 lik e'tibor berasizlar. Uni narxini $230 ga qilib beramiz va 128 taligi bor. Buni narxini $220 ga qilib beramiz sizlar uchun. S21 Plusimiz do'stlar, o'ta ham budjetli narxda kuchli smartfon hisoblanadi. Buni ham ozgina, kichkinagina tochka holi bor. Shuni hisobiga bu yevro variantda 8 ga 128 lik variantda ikkita sim karta ofisialni tushadi. Ayni nuqsoniga garantiya bergan holatda telefonimiz narxini 2.200.000 so'mga qilib beramiz. Xo'p, do'stlar, $235 ga hozirgi kunda adashmasam S21 o'zi sotilyapti. Sizlar uchun S21 Plus'ni qilib beramiz. Holatlari zo'r holatda, ayni soni yo'q, ekranlari toza. Koreyskiy bitta sim kartali $235 ga. S21 Ultra do'stlar 16 operatorga yarim terabaytli 500 megabaytli. Buni zakazga ham kerak bo'lsa topish qiyin variant hisoblanadi. Ko'p 256 lik bilasizlar. 16 ga 500 megabaytli yarim terabaytli S21 Ultra ideal holatda. Bunaqangi chiroyli svetdan so'raganlar uchun $335 ga do'stlar. 256 lik narxida 512 talik. Xo'p, S22 do'stlar yevro variantda do'stlar. S22 ni o'zi yevro 8256 lik korobka hujjatlari bor. Narxini $275 ga qilib beramiz. Xo'p, S22 Plusga kelaylik do'stlar. Xo'p, buni holati abodolarda ozmoz nimalar bor ekan, ekranlari top-toza, ayni soni yo'q. Xo'p, mana shu yerdagina ozgina 3-ayi bor ekan do'stlar. Narxiga e'tibor berasiz, $215 ga. $330 gacha koreyskiysini ideal holatdagisi sotilyapti do'stlar. Buni ham holatlari zo'r holatda. Faqat mana shu yerdagina 3-ayi bor. Shundan so'ng $215 ga. Xo'p, endi holatlari yaxshi, radnoy holatda butuni bor. Faqat abodoylarda bitta petnolari bor. Batafsil ma'lumot Telegram orqali yozsanglar, har bir telefonda yoqtirgan telefonlar rasmiy videosini ko'rish imkoniyati bo'ladi sizlarga. Buni narxini $265 ga qilib beramiz. S22 Plus do'stlar, S22 narxida. Endi xuddi shuni yevro variantda do'stlar, holati zo'ridan olib kelganmiz. S22 Plus yevro ikkita sim kartali ofisialni tushadi. Xo'p, 8 ga 128 talik variantda bo'ladi bu. Buni narxini qilib beramiz, $315 ga qilib beramiz. S22 Ultra do'stlar, bunaqangi chiroyli bardoy svetdagisi bor. Holatlari ham zo'r holatda desak bo'laveradi do'stlar. Hozirgi kunda adashmasam $420-450 gacha kerak bo'lsa sotilayotgan telefon sizlar uchun do'stlar $390 ga qilib beramiz. Endi islomiy green bunaqangi chiroyli, ko'pchilik mana shu svetni ham yoqtiradi. Buni narxini ham $390 ga qilib beramiz. Ayni nuqsoni xudosi yo'q, garantiyalar bilan O'zbekiston bo'ylab dastlabkilanishda turibdi. Bemalol zakaz beraverasizlar. Xo'p, S24 Ultra do'stlar, yevro varianti. Ikkita sim kartali 12 operatorga 256 lik operatorga xotiraga ega, korobka hujjatlari ham bor do'stlar. Ayni nuqsoniga garantiya bergan holatda O'zbekiston bo'ylab dastlabkilanishda turibdi. Koreyskiy narxida ham mas desak bemalol bo'laveradi do'stlar. Narxiga e'tibor berasizlar, $630 atiga $630 ga ikkita sim kartali yevro variantda S24 Ultra.
25 ultrani ham do'stlar o'ta ham qulay narxda qo'yib beraylik. Bunaqangi hozirgi so'nggi chiqib ketgan svetlar mana shu svetdan chiqyapti. Xo'p, Jack Black deb qo'yishadi do'stlar. Orqasi qop-qora, atroflari titanik chiqqan. Oynalar top-toza, ekranlar top-toza. Endi bu ozgina ishlangan o'zi yangi model hisoblanadi. Hozir Samsungning eng kuchli smartfonlaridan hisoblanib turgan S25 Ultra 5G modelimiz do'stlar 12 operatorga 256 ta xotira yevro, ikkita sim karta ofitsialniy tushadi. Narxiga e'tibor berasizlar do'stlar, 835 dollarga qilib beramiz do'stlar. Foydalanib qolsanglar bo'ladi. Bunaqa narxga kam keladi, holatlari ideal holatda. Do'stlar, hozircha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan telefonlarimiz shulardan iborat. Endi bular Samsunglarimiz. Bu yerda Redmi bor, iPhone bor, Android telefonlar va boshqa yangi telefonlarimiz ham bor. Har bir telefonda rasm, video ma'lumotlarni Telegram orqali olishingiz mumkin. Telegram kanalimizga a'zo bo'lib qo'ysanglar, sizlar uchun ham, biz uchun ham manfaatli bo'lib qoladi. Ozroq ketgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Xudo xohlasa bizni kuzatishda davom etsanglar, har bir telefonda yana keyingi safar Redmi, keyingi safar iPhone qilib qo'yib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.